olmayapman. Kim bu? Qaytib qilib oling. Nima, siz hali menga xiyonat qilyapsizmi? Endi bir kun ham siz bilan yashamayman. O tovuqni garangi, meni bunga aloqam yo'q. Kecha o'rtog'im telefonimdan qizga esini jo'ratdi. Bunaqa gaplaringizchi borib, ana ko'chadagi muammolaringizga yetasiz. Xotin sen o'quvchi narsa, xotin men tushuntirib berasan. Bundan boshlab boshingiz ochiq eshitdingizmi? Qaytib siz bilan yashamayman. Ko'zimga ko'rinmang. Yuring mavjud. Вот это поворот! Motor bosdi, och. Meni yo'qotdi. Boshqa ko'zimga ko'rinmang. Men senga tushuntirib beraman. To'ppa-to'g'ri tushunyapman siz, tushundingizmi? O, men Yo'q, tashlamayman. Nima? Men hozir ketsam bilasan nima bo'ladi? Nima bo'lar ekan? Birinchidan, 500 dollar kvartira pulini to'laysan. Tushundingmi? 200 dollar bolalarni bog'chasi pulini to'laysan. Qanday tushunding? Undan tashqari 200 dollar taksi puli, ovqatlanishing. Endi qara. Har oyda sen bujuteriya, kiyim-kechak, salon 300 dollarmi? Restoranga borish, aylanishlar, viloyatga chiqish. Qancha bo'ldi? 1,5 mingmi? 1,5 ming. Men bechara o'zimni kunimni bir amallab ko'raman. Men ketdim. Dadasi, Nimaga? men hazillashdim-ku. Hazillashdim. Bering sumkangizni bera qoling. Ish qilaman birgalikda. Osh yeymiz, osh damlaymiz. Osh bilan yo'qotdi menga. Kiring, kiring. Odam vaziyat. Ты горишь, как огонь, у меня агония.